Allah Taala mundaq deydi. Ey Muhammed! Allah rızası üçün sana yetken əziyyətlərə səbir qılın. Səbirin faqat Allah'ın yardımı bilan qo'lga keladi. Ularning iman etmaganligi qayg'urmagan. Ularning hiyla-mikirsidan yuraging siqilmasin. Nahl surasi 127-oyat. İnsanның kuchliklar tarafidan o'zi xohlamagan ishlar beshiga kelgan vaqtda bo'lsin va yoki o'zim o'ylab baxmagan qiyinchilik va mushaqqatlarga duch kelgan vaqtlarda bo'lsin, jiddiylashmay, kelgusidan ansirab, qo'rqib ketmay, ichiga sig'dirib, bardoshlik berishi sabrdir. Odamning nafsi doim qiziqtiradigan yomon ishlarni qilmasligimi sabrdir. Sabr achchiq, ammo mevasi tatliqdir. Qiyinchilik, azob oqibatlarga, qachon ko'rishni bilmaydigan ayrilishlarga, musibatlarga, baloy qazolarga sabr qilgan kishi oxirida huzur, baxt va saodatga erishadi. Sabrning oxiri nijotlikka erishishdir. Bütün ibodat va yaxshiliklarni qilish faqat sabr bilan amalga oshadi. İnsanның iman etishi va oxirgi tiniqlariga qadar iymonini qo'g'dab saqlay olishi sabr bilan bo'ladi. Her qiyinchilikdan keyin bir osonlik bor degan zotga iymonimiz rost bo'lsa, undaqda beshimizga qiyinchilik kelgan vaqtda faryod chekib, urmasdan sabr qilish kerakdir. Chunki sabr qiyinchilikqa bosh egish emas, balki qiyinchilik oldida tik turishdir. Qiyinchilik uchirg'uchining sabr qilmay, o'zini bechora, g'amkin his qilishi, hatto beshimga kelganga sabr qilib bo'ysunishdan boshqa amolim yo'q deb qiyinchiliklarga bo'y egishi to'g'ri emasdir. Sabr degan qiyinchilik kelgan vaqtning o'zida uningga qarshi tik turish orqali bo'ladi. Agar inson sabr qilaman deydi ekan, mana shuningga o'xshash dal qiyinchilik kelgan vaqtning o'zida bo'y egmay sabr qilish kerakdir. Ya'ni shundaqla sabr degan biz xohlamaydigan bir ish beshimizga kelgan vaqtda taqdirimda bo'xshaydi, qanday qilay deb qo'lini qo'shtirib kutish texmi emasdir. Chunki Janob Alloh bizga aql va kuch-quvvat bergan ekan, beshimizga kelgan qiyinchiliklarga kuchimizning yetishicha qarshi turishimiz va hatto texi yuz bermagan qiyinchiliklarning oldini olish uchun tirishishimiz sabrdir. Shundaqla sabrning yana bir tuqqini tavakkulni unutmaslik kerak. Tavakkul degan qo'limizdan kelganning hammani qilgandan keyin natijasini Allohga omonat qilish bo'lib, sabr bo'lsa, mushu tavakkulning oxiridagi natijani qabul qilishdir. Qiyin kunlarda sabr qilib, chehradagi tabassumini yo'qotmagan kishilar kelgusida keladigan go'zal natijalarni ko'ra olganlik uchun sabr qilgan kishilardir. Chunki ular sabr achchiq bo'lsa-mu, mevasining tatliq ekanligini bilgan kishilar. Sabr qilishdagi sir bo'lsa, oldirmasdan ishning oxirgi natijasini kutishdan iboratdir. Sabrsizlik bo'lsa, oldirang'ulikdan va ishning oxirgi natijasini ko'ramaganlikdan, ya'ni pam-parosatning kamligidan bo'ladi. Sabr darxini parvish qilib o'stirsang, hamon bir kuni tatliq mevasiga eg'iz tegasan. Sabrning haqiqiy hikmati dal mushiyada. İnsanның har sohadagi muvaffaqiyati qanchalik sabr qilganligiga bog'liqdir. İlim-fanda taraqqiy qilishi, tijoratda ro'naq tepishi, ibodatlarda izchil bo'lishi har vaqt sabr bilan bo'ladi. Sabrsiz dehqon hosilga, sabrsiz o'quvchi ilmga erishamaydi. Sabrsiz askar safar quchamag'inidek, sabrsiz shogirdmo hunar o'rganmaydi. İnsanның taqdirida yozilgan ishlar beshiga kelganda sabr qilsa, ajrga erishadi. Agar sabr qilmay, faryod cheksa, gunohkor bo'ladi. Hamda o'zining oromini buzib qo'ydi. Janob Alloh bu haqda aytadiki, ba'zida siz yoqtirmaydigan ishlar siz uchun yaxshi va siz yoqtiradigan ba'zi ishlar siz uchun ziyonli bo'lishi mumkin. Siz qaysining o'zingiz uchun yaxshiligini bilmaysiz. Alloh biladi. Bir kuni sahoba kiramlar suyimlik payg'ambarimizdan so'rabdi. Ey Allohning elchisi, ba'zida nafsimizning kayniga kirib gunoh bo'ladigan ishlarni qilamiz. Agar oxiratda bu qilganlarimizdan hammasining jazosini tassak, bunchalar jiq jazolarga qanday bardoshlik bera olamiz? Suyimlik payg'ambarimizning bu savoliga qarata insonga huzur beradigan xush muborak javobi mundaq bo'lgan ekan.
sizlar hayotinglarda qat'iy kasal bo'lmamsizlar? Qiyinchilik va g'am andisha musibatlarga duch kelmamsizlar? Albatta kasal bo'lasizlar va qiyinchilik musibatlarga duchor bo'lasizlar. Mana mushu kasal, qiyinchilik, g'am andisha, musibatlar sizlar o'tkazgan gunohlardan sizlarni poklaydi. Bu muborak javobni olgandan keyin sahoba kiramlar qiyinchilik va g'am andisha musibatlarga duchor bo'lganda ko'nglini yerim qilib urmasdan inshaalloh mush tarqallarimiz sababli gunohlarimizdan poklanamiz. Allohning afv qilishiga erishamiz degan holda qiyinchiliklar ichidami qalbida bir xil shirin xushallik tuyg'usini tetib, oxirida bardoshlik berishni o'rgangan ekan. İnsanның hayotidagi qiyinchilik va to'salg'ular amaliyotda hayotning xushbishoratidir. Shuni esimizdan chiqarmaylikki, bekorchi inson qiyinchilik, musibatlarga duchor bo'lmaydi. Haqiqiy muvaffaqiyatga erishishni, taraqqiy qilishni orzu qiladigan insonlar qiyinchilik va to'salg'ularga bo'y egmay, sabr bilan kelgusidagi katta ajrni kutib, hayotini davomlashtirish kerak. Jafo tatmay halovat badamsiz hayotda. Amaliyotda inson hayotida uchirgan har bir qiyinchilik uningga berilgan bir fursatdir. Bu to'g'risida Hazrat Mavlana mundaq deydi: Dard har vaqt insonga yo'l ko'rsatadi. Dunyodagi har bir ishga nisbatan insonning qalbida bir talpinish, dard, shiq, havas bo'lmasa, inson o ishni qilmaydi. Qilmasa erishamaydi. Mayli bu dunyo, mayli oxirat, mayli podshohlik, mayli ilm, astronomiya va yoki har qanday bir ish bo'lsin, bu o'zgarmas qonuniyatdir. Yana shu esimizda bo'lsinki, insonning qila oladigan, kuchi yetadigan cheklikdir. Faqat va faqat koinotning egasi bo'lgan Allohlar hammaga qodirdir, kuchlidir. Uning uchun hech qanday mumkinsizlik yo'q. U faqat bo'ldisila shu hamon bo'ladi. Mu'min duch kelgan har qanday bir qiyinchilik, xafalik, musibat, g'am qayg'u, hatto odatdagi bir tashvish, ansirash bo'lsa-mu, hadis sharifda deyilganidek, Alloh shular orqali mu'minning gunohining bir qismiga kaforatdir. Ya'ni mu'minning gunohlaridan poklar. Yana boshqa bir hadisda, agar Alloh bir bandasi uchun yaxshilik berishni umid qilsa, uning gunohlarining jazosini bu dunyoda beradi deyilgan. Yana Hazrat Mavlana bu temani tushuntirib mundaq deydi: Masalan, bir gilamning to'pichanglarini qiqish uchun tayoq bilan urishga to'g'ri keladi. Aqli bor har qanday aqlli kishi buni gilamga zulm demaydi. Demakki, ba'zida haqiqiy sevgini mushu shaklda isbotlashga to'g'ri keladi. Mushuning o'xshash qalbingda biror dard va pushaymon his qilgan bo'lsang, bilginki, bu Allohning sana shafqat va sevgisining isbotidir. Psixologiya olimlari ham bir kishining g'am andisha, qiyinchilikqa duch kelgan vaqtida o'z-o'zining kayfiyatini yaxshilashga tirishishi, o'z-o'ziga rag'bat va madad berishi ruhiy kasalliklarni davolashda nihoyat cho'ng rolni borligini o'ttirib qo'ygan. Chunki ruhiy kasalliklarning ko'pinchisi insonning o'z kayfiyatini yaxshilashga tirishmay, duch kelgan qiyinchiliklarga faryod chekishi va Allohning uningga bergan ne'matlariga rozi bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Shundaqli yana psixologiya olimlari sanga yomonlik qilgan kishilarga yaxshilik bilan javob qaytarib, sabr va keng qo'rsoqlik bilan muomala qilishning insonning kayfiyatini yaxshilashdagi eng yaxshi usul ekanligini o'ttirib qo'ygan. Janobi Alloh nima degan ulug'? İnsanның hayotidagi besim va ruhiy kasalliklarni davolab saqaytish to'g'risidagi bu oltin qoidani muborak kitobida zikr qilib mundaq deydi: Kimiki sabr qilib afv qilsa, shubhisizki bu harakat insonning qilishiga arziydigan ishlar qatoridandir. Hozir hammalarning beshida turli dard, azob, g'am, andisha, qayg'u, musibatlar bor. Buningga Alloh rizosi uchun sabr qilamiz va shuningga ishonamizki, sabrning oxiri aniqla baxt va saodatdir. Oxirida so'zimizni ibratli bir qissa bilan oxirlashtiraylik. Hazrat Mavlana bir kun uyga kirganda o'g'li nihoyat g'amkin o'ltiradi. Buni ko'rgan Mavlana o'g'lidan: "Bir ish bo'ldimi bolam?" deb so'raydi. O'g'li: "Yo'q, boshqa ish yo'q" deb javob berdi. Hazrat Mavlana javobga qoyil bo'lmagan holda o'yliga chiqadi va dalonda issiqlik turgan bo'ri terisini yepinadi. Ondan qo'llarini egiz ko'tarib, bo'ridek o'lashga boshlaydi. Dadasining bu qiliqlarini ko'rgan o'g'li chidayolmay kulishga boshlabdi. O'g'lining kulayotganligini ko'rgan Mavlana:
Ko'rdingmi balam? Aslida dunyoning dard azoblari mushuningga o'xshaydi. Bo'ri aslida qo'rqinchli bir hayvon. Sen bu bo'ri terisining ichida dadangning bor ekanligini ko'rib kulding va faqat qo'rqmading. Mushuningga o'xshash butun dard azoblarining orqasida Rabbingning bor ekanligini qat'iy esingdan chiqarma. Va Rabbingning seni har vaqt zoyi qilib etmaydiganligiga ishongin o'g'lim.